Sizlarga oldin qitimliq zirapatki zeni o'tgan chog'da shu pastki sizlar o'qigan so'zliklarni yaxshi o'qib mashq qilib kelinglarmi deb topshiriq berganda mashq qildinglarmi qilmadinglar bolalarim? Zirapatki zeniki so'zliklarni o'qishni mashq qildinglarmi? Qildinglar bola? Hammanglar qildinglarmi? Hammanglar qildinglarmi? Ha, yaxshi. Munisa qildingizmi bolam? Mashq qilgan, oy Medet bolam qo'l ko'taribdimi? Medet bismillah ko'si bo'ldi. Safira qasam hammasi qilib ketdi, qani. Bir ikkidan o'qib baqsinmi hamsa? Oldin kichikdan boshlaylik. Medetga. Biz oldi bilan qilg'is bola kim? Hammasini qilsa ekan. Medet yaxshi bola ekan. Mana qaysini qilgan bor? Kichikdan boshlaylik. Kaçmak gidelim bırakın. Sen ne yaptın? Tamam. Medet bilen tam o'qib baqsınızdı. Esma. İki boğumluqni o'qib baqaylik. Teata. Teada. Tada. Burhan. Endi Burhan. Yaxshi. Asa. O'qib baqaylik. Teata. Seni aldırırken otu. Seni aldırırken ara mau muşkil ara taraza. Oy anne baktuna. Tutur abay bunları ara taraza. Ha, Riyaranın kendisi yazarken ha? Ha, yaxshi battır. Endi, Safira qaysini o'qisiz? Taraza. O'qishni qo'yib boshqasini o'qi. Tarazani hozir deb bo'ldingiz, endi yana birini o'qib o'ting hamsa. Tarazani hozir deb bo'ldingiz-ku, o'qiganga hisob bo'ldi, yana birini o'qiting deydi. Yip yangidan birini. Uzun. Endi bo'lsa, qaysini o'qisiz? O'qi. Azad. Ha, bu hamsi yaxshi tayyorlab ketdi. Hozir o'qimiz o'qmoqda. Ha, yaxshi mashq qilib. Yodlab bo'ptimi? Munisa? Yodlab bo'lganlar bormi? Voy, yodlaganlar bormi? Shu No'ruzni? Yo'q. Mürüt yodlab bo'lgan bormi? Yodlab bo'lmadi, hammasi emas. Hamsa Munisa yodlab bersinmi? Noruz keldi tepişip, çıktı kökler yer teşip, kuşal holam yayladık, naşa koşap etişip, Noruz geldi hoş görüp, yürgonçiler eçirdi, dekkarlarının yeriye, ruhlarımı çeçirdi. Noruz kuştuq bir gündür, hemmemizge mihmandır, yer içini Noruz'dan, başlamışsak yamandır. Uyuu, acab kattı naitim ravan. Noruz geldi çıpışıp. Çıktı kökler yer deşip. Kuşal horam yayıldı. Nakşa kuşak deşip. Noruz geldi hoş günü. Gül uncular içildi. Dehqonlarning yeriga urug'larmi chechildi. No'ruz qutlug' bir kundir. Hammamizga mehmondir.
Yıl işini Novruz'dan. Yıl işini Novruz'dan. Başlamasak yamandı. Başlamasak yamandı. Katta bir qo'shiq ekan, Yaxshi ko'rib qoldim o'sha qo'shiqni. Yaxshi ko'rib qoldim qo'shiq ekan. Bugun ma'rusimda kim ekan? Jurnal. Jurnal degan nima narsa? Ishda jurnal ekan, mana o'qishlik kitob. Seyret. Sirat. Sirat jurnal. Ishda o'qishlik kitob ichida go'zal mazmunlar bor. O'qishlik kitobni jurnal deydi ekanmiz. Tutquloq. Bizlarga bak. Mana. Bunaqa sizce hikoyalar bor. Xudoga o'qipasin bo'ldi. Katta hikoyalar bor. Apaqachi. Apaqli. O'qitirdi. Menga o'qitirdi. Men buni o'qitirdim. Hammaga o'qitirdi ekan-ku. Shu. Neyse bu jurnal tutursan. Tutursan. Anlatıyor. Bugun jurnaldagi nimani o'tdi ekan? Jurnaldagi jurnalda jurnalga qatnashgani yer bunu chiqtal izish vakini yer buni ma'lum egish bo'qni başı ahirje men baxtime başı ahirje men baxtime başı ahirje yer buni men o'zgarib baxtime Jerpi sizlar o'tgan R bilan Z ga o'xshamdi ekan shakli. Ravabdiki R bilan zirapidiki Z ga O'xshaydi. yezilish o'xshamdi ekan. Chikit qo'ysa Z, chikit yo'q qo'ysa L. Qancha tal chikit qo'ysa Z? Chikitdan chikit. Z zirapidiki Z. Bir tal chikit. Ha. Ma'lumotga 3 tal chikit. Bu 3 tal chikit bo'lsa nima ekan? Mağaz keyif kaldı. 3 tal chikit bo'lsa yo'q ekan, ha. 3 tal chikit bo'lsin. Emse yer buni ma'lum başı Başı. ahir J yalğız J ahir J bunu mu o'xshi başı bo'lsa mu ahir J desam Başı yoki yolg'iz J, ha. C. ahir J Yalğız C. yalğız J C. Ahir C. Ha, yaxshi. Ha, katta. Hani yang berfokus seperti ya. Yalğız J. Ahir J. Böyle tokmayım ben. Yürütürüm bu. Başı. Ahir C. Yalğız C. Ahir C. Baş C. Ahir C. Yalğız C. Ahir C. Yendiki C'ninki şıkı okuş yok gene. Ahir J de okuyacak. Bakın beşidikiler Ha, aldırıkısın ola, yalğız J yalnızsa baş J ekan, ha. Endi kitablarning 74 bitiruvchilar. Hamsa ma'lumotni kim ekan? Jurnal. Aldırgan jurnal ekan. Ha, Sirat jurnalining rasmi bor ekan, ha. Jurnalga qizildo'g'an J qaysi ekan? Başı. Mayadagi Paris.
Paris degan bir shaharning ismi. Fransiya degan davlatda bor bir shahar. Yaponiyada xuddi Tokyo deymiz-ku. Fransiyada Paris degan bir shahar bor. Fransiyaning poytaxti Paris. Shaharning ismi-chi bolam. Sen Paris'deki kızıl turuncu kaçken? Ahırcı. J. Şimdi aslını görüp kılaca bir yere tüyendeki sözlerini okup bakaylı da. Galit sözlerken bu. İşkistanlıken o. Mana galit sözlerine ağzı kıbla hoşmayken. Burun kıbla hoşmayken. Otursun sızık sıkıntı. Bu neymişliğin bilir misler? Bilir misler? Bilebilirken sonra. Push. Okşasına oturun sızık koydu. Okşu sözlemezken o. Push. Ayrıca karar. Push. Bırbırma. Gür. Şamallı. Aşlan hangisine otursun sızık hatta. Onun dikin asmanda yağmur yağıp boğan dikin çıraylık çıkıdığın yatıqıl rağlık neslen deyimiz. Sen ne Aşta. Kaydı. Lap tuşuna geldiyse girer. Aşta dikin lap sızıksız meze. Aşta cüp sözlergin sızıksızdı. Aşındaqçı? Manadaki hazır sizlerning kitabinglardagi baldirim. Hozirgi ma jeripning pastda o'qib yiqinglar deganga push deb yozibdi. Qozonga qo'rimlarni qo'rib, go'shtlarni solsa qanday ovoz chiqadi? Push gaj deb ovoz chiqadi. Shundaqmi? Bunda so'zlarni tahliliy so'zlar deymiz. Ashuni ovozini-chi? Masalanga qaranglar, menchi bunday. Qisqa qanday ovoz anglandi? Ma ustalgichi. Qisqa qanday ovoz anglandi? Tak. Tak. Yamiz tak, yamiz tok ovoz anglandi ekan-a. Mendeki Masalanga soatlarni qanday mangdi deymiz? O'ygan balajimning qanday dey? Çek. Ashlatdi bu. Shunga o'xshashchi bir narsaning ovozini biz doğrab shuni doğradik degan gap shu tahlil qildik deydi. Ashundaq doğrab chiqarib shuni ovoziga o'xshash yiz qo'ygan boshqa so'zlarni tahliliy so'zlar deymiz. Hozir push, gajguj, bush. Anaki mushuklar qanday qildi? Yang. Qushqashlarchi? Vichir. Qag'ichi qaga. Sizlar hozir gapimni anglanglar. Sizlar mushun doğragan chog'da Ördek. gapimni anglanglar. Sizlar hozir qag'ini doğragan chog'da rostlik qag'ga aylanib qoldinglarmi yo odam peti o'zinglar doğrab baqdinglarmi qag'ini? Adam peti. Mashinalar signal bergancha qanday ovoz chiqardi? Pip. Ya düt pap degan ovozdan chiqardi. Shu quliqimizga qanday anglansa shuni og'zimizda biz deyamamdik to'g'ri. Mesela mushukniki miyo deb anglandig'ini quliqinglar qashta anglanganini sizlar og'zinglar to'g'rab deyaldinglarmi, deyamidinglar? Deyaldim. Ashuna o'xshash. Aşı müşklerinin açtık canlıklarının yağmursu üstlerini olsak tok ovoz chiqdi. Aşlarını ağzımızda tok deb doğrab degan gaplarning hammini Boğun avvastı. açtık doğrayalaymiz. Şu doğrab deyilgan ovozlarni-chi balam tahliliy so'zlar deyilganmiz. Tahlili sözledik. Aşlarning ovozlarini doğrab xat qilib yozib qo'ysak, o tahliliy so'z bo'ldi. Kendinlarni tahliliy so'zning nimaligini balam? Şendo. Aşlan doğrab da qo'ygan, yozib qo'ygan, xatga aylantirib yozib qo'ygan so'z degan. Tushundinglarmi? Mushuklar miyav qilgan o'xshash. Emse. Ana baka Burhan. At push. Push. Buj. Push. Ense Medet. Mepi. Ha. Mepi.
Boş. Neyse bu 5 lazım gene. Andi kendi çok ana. Yakşı. Tamak pişti diye. Hoşaf bak gene. Ben okudum bakayım. Tamak pişti. Gaz guz. Tamak pişti kenarlar. Kolonlarını takız yiyip edep bilen elinler. Gaz guz. Tamak pişti kenarlar. Aval çoğunlar andın küçük. Edep bilen elinler. Bunun da gaj guj depti go ballarım. Aşçı gaj guj degan qazanğı biz qorumalan köktatlarını göçlen silip qo'rgan chaqda chiqdi qaştaq avaz. Aşı avazni doğrab yiz qo'ygani. Shuni tahliliy so'z deganni bizga bugun tushuntiribdi. Tushundinglarmi? Aştaq doğurgan so'zlarni tahliliy so'z deydi ekanmiz. Tamak pişti. Gaz guz. Tamak pişti kenarlar. Kolonlarını pakız yiyip edep bilen elinler. Gaz guz. Tamak pişti kenarlar. Aval çoğunlar andın küçük. Edep bilen elinler. Tamak pişkandan keyin tamak yeyishdan burun qo'lni yumamdiq. Evet düğümüzde. Qo'limizni yuvib ustalni oldiga kelib o'ltirdik. Oldimizga tamak keldi. Endi buni aplab shaq yemdik yoki bira oldi deydigan gapimiz bormi? Bismillahirrahmanirrahim deb anandaki tamak yeyishni boshlaymiz. Shundaqmi? Edep bilen ilimler diye. Adab bilan ilonlar degan ne qaştaq gap. Hemse büyük tapşırıq. Maşık sözünü yaxşı okup kelish. Tahliliy so'zning nimaligini-chi dadaşa başlar yen tıxımamdan tushuntirib qo'ysin. Agar tushunmagan bo'lsang. Yaxşı tushuntirib qo'ysin, ha? Jim balarim, tushundinglar, tushunmadinglar? Tushundim. Uyga berib tahliliy so'z degan nimadir? Billi depaqamdiq tahliliy so'zdan chiqqida deb mashq qilib qinglar bilamdi. Aniki maşık söz bağıb, maşık sözünü yaxşı okup kelish, ha? Peki bana oxujanı yadlab kelensanglar. Bo'ldi? Lekin ravan o'qishni mashq qilsinmi yaxshi? Bo'ldimi? Esa keyindeki betini acayip yaptı. Benimkiler yaptı. Hani nimetçiler köşkatlarından kendiki. Ne kelgandilar? Bilemez. O'rin joylarning ismi ekan, ha? Mana kurdum. Mana bitti. Kitap okuyayım ne to? Kütüphane. Sustan kendinim de to. Ben kölenim burada. Ben doktorhana. Arqaga bordik ya. Doktorhana. Mesela çiçek soran yana. Satrançhana. Esinglarda pakka yaxshi. Nasıl ki? Bayana. Küsüm. Kömür içiş bahçesi. Balla bilan berib o'ynab keldigan baxshi. Balla yana. Yesli. Esa mayana. Poştahana. Maya çok. Biket. Oy, esinglar qolibdi yaxshi. Esa amdi. Ega kamera yani. Tabii böyle. Kinohana. Ya berib kino ko'rdigan yog'i. Boğuktun bu. Sizlarning bag'oqtinglar bor. Qorong'uda qo'shaqmay ketdinglar. Esinglarni chiqibdi. Ne baktım bana ayıcı. Maqda mau yuqakasina viruslar. Amdi. Yapılır restoran nere yani dedi o. Yoksa tabakana.
Restoran. Uyg'urchadamichi restoranmi deydi? Shu tamoq yeydigan yer berib, tamoq yeb keldigan yer. Tamoqxona desam bo'ldi, restoran desam bo'ldi. Endi yapoqlar qo'yin deydigan yerni bilasizlar. Baqcha. Ginko deydigan yerni bilasizlar? Pul qo'ydigan yer uchun Banka. 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 Hozir ashundaqa pul aplarimiz, dadlarimiz pullarni saqlaydigan yerlar bank ekanda deb bilsanglar bo'ldi. Esa yanda to'qoqaya. Kinoxona. Baqcha. Banka. Restoran. Yemakxona. Kinoxona. Baqcha. Banka. Restoran. Banka deb neyemese banka. Endi bugun shu ishlarni qilib topshiriqchilar bir bugun topshiriqchi. Menda az. Bugünkü topşırıkçı dedim. Bir yoku. Biegi chukana mau pal kore pul diyenlerni mishagi pal deb turgan do'ragasda. Rahmat, birdan qaptım rahmat. Ay topshiriqlarni makka tuturinglar. Joyingizda o'tiring. Qog'ozlarni yaxshi tuturinglar, shamol turib ketsin, ha?